ruhiy quvvat ham oladi. Majmua tarkibida zamonaviy muzey, interaktiv ko'rgazmalar zali, tarixiy manbalar, ma'muriy binolar, ziyoratchilarga xizmat ko'rsatuvchi barcha infratuzilmalar barpo etildi. Majmua tarkibida eng ilg'or axborot texnologiyalari asosida 9 pavilyondan iborat noyob innovatsion muzey barpo etildi. U islom olamida muhaddislar sultoni deya e'tirof etilgan Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy merosi, islom ma'rifati rivojiga qo'shgan hissasini namoyon etadi. Shuningdek, muzeyda Qur'oni Karimda ismlari zikr qilingan 25 payg'ambar tarixi, Muhammad alayhisalomning shajarasi, Makka va Madinadagi hayoti, hadislarning jamlanishi va yozilishi haqidagi ma'lumotlar joylashtirilgan.